spiral qo'ydirdim. Spiralda ustidan homiladorlik bo'lib qoldi yoki bo'lmasam spiralim siljib qoldi, spiraldan qon ketib qoldi yoki bo'lmasam implanon qo'ydirdim, implanon hayzimni buzib yubordi, implanon rak keltirib chiqardi yoki implanon gormonlarimni buzib yubordi degan xayollarda yurgan ayollar uchun aynan shu videoni olishga qaror qildim. Bu videoda men sizlarga implanon va spiral haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam, men Go'zal Ahrarovna 15 yillik stajga ega ginekologman. Kelinglar mavzuga qaytsak. Spiral bu bachadon ichi vositasi hisoblanadi. Bu qanday qilib himoya qiladi? Mexanik ravishda, ya'ni to'siq vazifasini bajarib, bachadonning ichida spiral homiladorlikdan himoya qiladi. Spiralda yaxshi tarafi bu bachadonning ichiga qo'yilishi, mexanik to'siq bo'lgani va homiladorlikdan 90% himoya qilgani bu yaxshi taraflari. Minus taraflari nimada? Spiral ko'pincha siljib qoladi yoki tushib qoladi. Buni ayollarimiz bilmaydi. Bu ham o'z navbatida homilador bo'lib qolishga sabab bo'ladi. Agar tushib qolsa, siljib qolsa, ba'zi ayollarimizda kuchli og'riq bo'ladi va qon ketishiga ham sabab bo'ladi. Bundan tashqari spiralimizni bachadonning ichiga kirib ketish holatlari, ya'ni matkaga kirib, tuxumdonni teshib, sidik qopiga teshib ketish asoratli holatlari ham juda ko'p uchraydi. Bunday holatlar operatsiya yo'li bilan spiralni olib tashlash jarayoniga to'g'ri kelib qoladi. Bu spiralning minus taraflari. Bundan tashqari spiralda minus tarafi hozirgi ayollarimizda bachadon anomaliyalari, ya'ni bachadonning ikki shoxli bo'lib qolishi ham uchramoqda. Bu narsa ham spiral qo'yishga to'sqinlik qiladi, sababi bachadonning ikki shoxli ayollarimizga spiral tushmaydi. Shuning uchun bachadonning ikki shoxli ayollarimiz homiladorlikdan saqlanishda juda ham qiynalishadi. Bundan tashqari bachadon bo'yni eroziyasi deymiz. Bu kasallikda ham spiral qo'yish tavsiya bermaymiz, sababi bu eroziya yana ham yuqorilashib, kuchayib ketish natijasida bachadonni rak oldi kasalligiga olib keladi. Bunday holatlarda ayollarga spiral qo'yishni tavsiya bermaymiz. Spiralda yana minus tarafi bu infeksiyani o'chog'i hisoblanadi. Ya'ni spiral qo'ydirgan ayollarimiz doimiy videleniya, ya'ni qindan ajralmalar bezovta qilish bilan doimiy jalbada yurishadi. Endi implanon spiral haqida kelsak, implanon spirali hozirgi zamonaviy spiral turiga kiradi. Bizi O'zbekistonimizga kirib kelganiga 4 yil bo'ldi. Bu spiral oldindan bo'lgan, faqatgina buni bizi O'zbekistonda qo'yilmagan, asosan chet davlatlaridagi ayollarga qo'yilgan va bular faqatgina mana shu implanon spirali orqali homiladorlikdan saqlanib kelishgan. Implanon spiralining yaxshi tarafi bu og'riqsiz muolaja, ya'ni hech qanday ayol kishiga xavf tug'diradigan og'riq bermaydi va qo'yish jarayoni ham juda yengil va juda oz vaqtni talab qiladi. Bundan tashqari hayz sikliga bog'liq bo'lmagan holatda qo'yiladi, ya'ni hayzini kutmasdan turib ham implanon spiralni qo'ysa bo'ladi. Bundan tashqari implanon spiralning yaxshi tarafi homiladorlikdan 100% deymiz, spiralni kamroq foiz beramiz, sababi spiralning ustidan ham homiladorlik kuzatilganligi uchun. Lekin implanon ustidan homiladorlik kuzatilmaydi. Bu tajribamda ham tasdiqlangan. 2 yil davomida implanon spiralni qo'yib keldim bemorlarimga. Mana shu 2 yil davomida hech qanday bemorlarimda homiladorlik kuzatilmadi implanon spiralining ustidan va bu ayollarimizda mana ko'pchilik menga kelganda savol bilan keldi. Ya'ni gormonlarimni buzib yuboradimi, rak keltirib chiqaradimi degan savollarda kelishdi. Mana shu 2 yil davomida hech qaysi patsientimda hali gormonlarni buzib yuborishi yoki bo'lmasa hech qanaqadir rakka keltirib chiqaruvchi sabablar aniqlanmadi hech qaysisida. Hozirda hammasi implanon spiralda yaxshi, ya'ni homiladorlikda himoyalangan holatda yurishibdi. Bu implanon spiralini yaxshi tarafi qo'lga qo'yilganligi va siljib ketmasligi. Sababi men yuqorida aytdim, spiral bachadonning ichiga qo'yiladigan spirallarimiz ba'zi holatlarda siljib ketib qolib, ayol kishida homiladorlik kuzatilishiga sabab bo'ladi. Bu implanonimiz umuman siljimaydi. Terini tagida turgani uchun 3 yildan 5 yilgacha garantiya beramiz. Bu davr ichida spiral hech qayerga ketib qolmaydi, siljib ketib qolmaydi. Bu ham uni yaxshi taraflaridan biri.
Bundan tashqari yuqorida sanab o'tganimdek bachadon anomaliyalari, ya'ni ikki shoxli bachadonli ayollarimiz uchun 100% ideal tushadigan implanon spirali hisoblanadi. Chunki bu bachadon ichiga qo'yilmaganligi va qo'ldan qo'yilgani uchun himoya qilib beradi. Va ko'pchilik hozir ayollarimizda 90% ayollarimizda mioma va adenomioz kasalligi juda ham ko'payib ketdi. Mana shu mioma bilan adenomiozni davolash protokoliga mana shu implanon spirali ham kiritilgan. Sababi bu ishlab chiqargan dorisi именно mioma adenomiozni so'riltirishga, o'choqlarini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari implanonni yaxshi tarafi bizni masalan yangi turmush qurgan oilalar hali homiladorlikni rejalashtirmagan, ya'ni tug'ruq hali ularda bo'lmagan, lekin hali ular homiladorlikni plan qilmagan yosh oilalar uchun ham bemalol tavsiya qila olamiz. Nima uchun? Chunki bu bachadon ichiga qo'yilmaganligi uchun, keyinchalik ikkilamchi bepushtlikni chaqirmaganligi uchun bemalol yosh oilalarga ham tavsiya qila olamiz. Ushbu video ko'p odamga foydasi tegishi uchun videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Bu videoni bo'lsa spiral yoki implanon qo'ymoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying.